Diqqat! O'zgidromet agentligi may oyida kutilayotgan bir oylik ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. May oyida ham yana yog'ingarchiliklar bo'ladimi? Batafsil videorolikda to'liq ma'lumotga ega bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda 2026-yil may oyi uchun berilgan prognozlarga ko'ra, o'rtacha harorat iqlimiy me'yorlardan 1,5-2 daraja yuqori bo'ladi. O'zgidromet ma'lumotiga ko'ra, oy davomida harorat bosqichma-bosqich oshib boradi. Oyning birinchi yarmida kunduzgi harorat asosan 24-27 daraja atrofida bo'ladi. Ikkinchi yarmiga kelib esa bu ko'rsatkich 28-31 darajagacha ko'tariladi. Ayrim kunlarda yozga xos issiq kuzatilib, havo harorati 34-37 darajagacha, ba'zi hududlarda esa undan ham yuqori bo'lishi mumkin. May oyining dastlabki kunlariga nisbatan beqaror ob-havo bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq va kuchli shamol ayrim hududlarda kuzatiladi. Bu davrda tungi harorat 13-18 daraja, kunduzi esa 22-27 daraja atrofida bo'ladi. May oyidagi yog'ingarchiliklar miqdori. Prognozlarga ko'ra, may oyida yog'ingarchilik mart va aprel oyiga nisbatan kamroq bo'ladi. Aksariyat hududlarda oylik yog'in miqdori 20 va 45 minimumni tashkil etsa, tog'oldi va tog'li hududlarda bu ko'rsatkich 50-90 minimumgacha yetishi mumkin. Shu bilan birga yog'ingarchiliklar asosan qisqa muddatli bo'lib, kuchli shamol va momaqaldiroq bilan ketishi mumkin. Ayrim hollarda qisqa vaqt ichida ko'p miqdorda yomg'ir yog'ib, tog'li hududlarda sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelish xavfi mavjud, deyiladi xabarda.